باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا، باسمك نحيا دنيا ودين، نصير رحمة في العالمين. باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا، باسمك نحيا دنيا ودين، نصير رحمة في العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى حمد سنا ومحمد صلى الله عليه وسلم pak durus salamlarımızı yollagan ekan. Qadrli qarindoshlar, sizlarni bugungi yangi programmamizda eng oldi bilan sizlarga islomning salomi, Allohning salomi bo'lgan assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh degan bu go'zal salom bilan bugungi yangi programmamizni boshlaymiz. Qadrli qarindoshlar, bugungi programmamiz, ya'ni bugundan boshlab boshlanadigan, buningdan keyin diqqatinglarda bo'ladigan programmamizning ismi bo'lsa Asmaullahil Husna. Allohning güzel isimleri haqidagi derslerimiz, bu vaqtdagi suhbatlarimiz buningdan keyin inshaalloh diqqatinglarda bo'ladi. Ya'ni Asmaullah, Allohning güzel isimleri, Allohning ism sifatlari degan vaqtimizda bu programma inshaalloh xeyli uzun davom qiladi. Allah şu barliq isimlarni, Rabbimizning barliq isimlarini özümüzden kudreti yetken şekilde, güzel bir şekilde düşünüp çıkışımız için şu programlarının hemmesini devamlaştırıp berişini Allah Subhanahu ve Taala'dan tövençilik bilen dileyimiz. Hem de her birimizin aklıga şu kelişi mümkün. Yani nime üçün Esmaullah'ın, Allah Subhanahu ve Taala'nın isimleri dersi nime üçün degen. Bunu biraz düşünce beriş için biz hem qadrli körülmelerimiz, qarindoshlarımızga nima üçün Asmaullah, nima üçün bu mavzuni tanlab qoldik degan haqda biraz tushuncha berib o'tmoqchiman. Ya'ni uzun o'ylanish, ham jamiyatdagi qarindoshlarimiz bilan har xil darslarda bo'lishdan keyin shuni his qildimki, bu dinda aqidadan inchga, aqidadan zil, uningdan xatarli kerak bir mavzu, bir narsa yo'q qarindoshlar. Chunki insonning aqidasi to'g'ri bo'lsa, uning keynidan keladigan barliq amallar to'g'ri, go'zal holatda chiqadi ekanda. Aqida o'ngshalgan vaqtida aqidasi to'g'ri bo'lgan insonningki, uning keynidan keladigan barliq o'lishib kelgan hayoti dunyodagi barliq faoliyatlari qaysi sohada bo'lsin, go'zal bo'lib, o inson dunyo va oxiratda baxt saodatga erishadigan gapkan. Agar bu buzuq bo'lsa-chu, bu to'g'ri bo'lmagan shakldagi aqida bo'lsa-chu, uning keynidan agishib kelgan barliq amallarning hammasi shu aqida qandoq bo'lsa, amali ham buzuq shaklda, to'g'ri bo'lmagan shaklda bo'lgan gap. Shuning bilan bu inson dunyo va oxiratda qandoq bo'ldi? Shaqiylik, dunyo va oxiratda baxt saodatning ta'min etolmay ketadigan gap. Bu shuning uchun bu intayin zil mavzu bo'lganligi uchun aqida mavzusi, bu mavzuni tanlab bu programmamizda biz inshaalloh buningdan keyin Asmaullah darsimizni davomlashtiramiz. Qarindoshlar, chunki shundoq insonlar borki atrofimizda biz o'zimiz aralashayotgan, ko'rayotgan, hatto anglagan, ko'rgan shunday insonlar borki, ya'ni ularning aqidasi xato bo'lganligi, aqidasi buzuq bo'lganligi sababli axloqi ham buzuq, axloqi ham nachar shunday insonlarni ko'ramiz. Yani biz dini jihatdan hech qanday ma'lumot yo'q insonlarni qo'yib turaylik. Albatta hech qanday ma'lumot bo'lmagandan keyin ular shuningga yarasha amal qildi. Ammo o'zini dini jihatdan ma'lumoti bor deyotgan insonlar, diniy sohaning ichidagi musulmon taqvodor 5 vaqt namozni o'qiydigan shunday insonlarning ichida ham biz ko'rayotgan. Ya'ni ularning aqidasiga qaraydigan bo'lsak,
so'zlayotgan so'zlarga qaraydigan bo'lsak, hayron qoladigan so'zlarni, ya'ni aqidaga zid bo'lgan narsalarni so'zlab, xiyol yo'q so'zlayoladigan, xiyol yo'q so'zlaydigan narsani anglaymiz qarindoshlar. Nima uchun? Chunki bu aqida to'g'ri bir shaklda tushunilmaganligi, to'g'ri bir shaklda egallanmaganligi uchun, tushunmaganligi uchun ularning so'zlayotgan so'zlari, qilayotgan ish faoliyatlari ham o'zining e'tiqod qilayotgan bu dini va aqidasiga zid holatda chiqadigan gap. Payg'ambar alayhissalom mening ummatimda shundoq bir insonlar keladiki, chiqadiki, ular dindan shundoq so'zlaydi degan. Dindan shundoq so'zlaydi. Xuddi o'qiyadan o'q chiqqandek ularning og'zidan din degan narsa, shu diniy so'zlar shunday chiqadi. Ularning oldida namozinglarni, ularning namozi oldida to'van noit oddiy chaqlab qolasizlar deydi. ibodatinglarni to'van oddiy chaqlab qolasizlar ularning ibodati oldida. Shundoq, ular Qur'oni Karimni o'qiydi, yaqraunal Qur'an la yujavizu hanajirahum. Qur'oni Karimni o'qiydi, lekin Qur'oni Karim ularningki bu gelidan o'tmaydi. Ig'izli qilib bu narsa. Ya'ni qalbga, yuragiga o'tmaklik, ixlos deydigan narsa yo'q. Mushunda shaklda Qur'oni Payg'ambar alayhisalom hadisida yamruquna minad-dini kama yamruqus sahmu minar-ramiyya. Ular dindan xuddi shu o'qiyadan o'q chiqqandek anda so'zlaydi dedi. Yana shunday insonlar Payg'ambar alayhisalom bildirganki, yana shunday insonlar borki, ularning qiyomat kuni amallari, dunyoda qilgan amallari tihomatigida shunday ko'p amal qilgan, jiq amal qilgan shunday insonlar keldi qiyomat kuni. Lekin Allah subhanahu va taala ashlarning hammasini haba'an mansura, ya'ni chang to'zan, shunda poch bo'lib ketgan chang to'zandek qilib o'tadi Allah subhanahu va taala. Ularning qilgan amallari, namoz o'qigan namozlari, qilgan amallari, tutgan ro'zlari hammasi chang to'zan qilib o'tadi. Nima uchun degan vaqtida Payg'ambar alayhisalom hadisida nima degan desa, chunki ular lakinnahum iza khalaw bi maharimillahi intahakuha. Ular xoli qilganda Allah subhanahu va taala cheklagan, Allah harom qilgan narsalar, bu amallar bilan, bu ishlar bilan xoli qilgan vaqtida qanday qilgan? Allah'ның bekitgan chegaralarini dassigan, buningdan eshib ketdi, buni yanchiydi, bu chegaradan tajovuz qilib o'tadi degan. Qalblariga bormagan, ig'izda bor bu din. Bu diniy masala, Allah, Rasul, bu narsalarning hammasi ig'izida bor, lekin qalblarida yo'q bo'lganligi uchun kishilarning oldida shundoq taqvodek ko'rinsa, kishilarning oldida qilgan so'zlari shu qadar esil, cho'ng sifatlik chiqayotgan, ammo lekin ular xoli qilgan vaqtlarida Allah subhanahu va taolaning cheklagan narsalarini qilaveradigan kishilar. Chunki ular qanchalik ana shu qiyomat kuni shunchalik ko'p amal bilan kasma hammasini haba'an mansura qilib o'tishi, hech bir ixlos yo'q ularda faqat. Ixlos bo'lmoq, chunki Allah subhanahu va taolo har qanday bir amalni ixlos tepilmasa u amalda, ya'ni Allah subhanahu va taolaning rizoligi ko'zlanmasa va u amal to'g'ri bo'lmasa, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shariati, sunnatiga muvofiq kelgan shaklda bo'lmasa, hech bir amal Allah subhanahu va taolaning dargohida qabul qilinmaydi. Shuning uchun biz qarindoshlar, aqida mavzusi intayin muhim bo'lganligi uchun bu aqida xuddi misol keltirish to'g'ri kelsa qarindoshlar, bir poyezdningki eng motorba, birinci vagonga o'xshaydi. Motorboya. Bu motor sağlam, poyezdning beshi sağlam so'raydigan bu motorboya sağlam, bejirim bo'lsa, uning keynidagi butkul vagonlarni bejirim holatda, bexatar holatda so'rab ma'aliganidek, agar buzuq kashili bo'lsa, keyindagi vagonlarni so'rab ma'amay chataq chiqarganidek, bu aqida to'g'ri bo'lgan vaqtida, sog'lom bo'lgan vaqtida uning keynidan keladigan barliq amallarimiz inshaalloh shu aqidamizga munosib holatda to'g'ri bo'lgan gap. Bo'lmasa, uning keynidan qilayotgan har qanday amal qilib ketayli, xatolikning ustiga chiqilgan gap. Shuning uchun bu aqida mavzusiga yuzlandi qarindoshlar. Aqida mavzusi haqida. Aqidadagi eng xatarlik mavzu. Hamda aqida mavzusi albatta yana bu mavzu hargizim faqat birla nuqtani, birla tarafni tekshirmaydi. Masalan, e'tiqod, ya'ni aqida demak e'tiqod qilish, bir narsaga jazm qilib ishonish degan ma'noni bildirgan bo'lsa, masalan buningki
Allah subhanahu ve ta'alaga iman etişten başlangıcı bundan başlansa, bu yerde periştelerge iman etiş, Allah'ın kitaplarına, ahiret günü nurgun neslerine itiqat qilish, bununla işiniş gerek. Hem bu mavzularning içindeki en muhim mavzu qaysi? Aqida mavzularının içindeki Allah subhanahu ve ta'alaga iman etiş, onunla işiniş mavzusu. Bu Allah'a qandaq iman etimiz? Çünkü bu Allah'a iman etiş, barlıq asaslarının asası, barlıq şahçılarının mənbəsi. Bütkül asaslarının asası Allah'a iman etiş. Ve barlıq şahçı, uşaq, düşək işlərinin həmməsinin mənbəsi yenə Allah'a iman etişinin ki, asası qurulğan. Belki Allah subhanahu ve ta'alaga alaqadar bolğan, Allah'a iman etiş mavzusuga alaqadar bolğan, Allah'a iman etiş mavzusunu en yaxşı bizge düşendirip beradigan Esmaullahil Husna, Allah'ın güzel isimlerinden başka bir nasip olması gerek. Çünkü bu mavzu Esmaullah yani fakat ve fakat bunun tekşiriş noktası, sözleş, bahis qilish mavzusu nima olsa fakat Allah hakkıda. Rabbimiz hakkıda bizge düşençi beradi. Rabbimizning barliq isimlerini bizge en güzel şekilde, en talep kılıngan şekilde bizge düşendirip beradi. Şunun için biz Rabbimizin bu güzel isimlerini bizden talep kılınan şekilde kudretimizden yetişçi güzel bir şekilde düşünüşümüz için bu dersimizi inşallah devam kılımız. Çünkü hem de insan eğer de Allah subhanahu ve ta'ala'nın bütkül kainatlarını yaratkucu, özünü yaratkucu işkerliki, Halik yaratkucu işkerliki iman eytiş bilenle küpayelenip, onundan köp tehimbek, onun başka güzel isim süpetlerine talep kılmasın, onu öğrenmezsin ve Allah subhanahu ve ta'ala'nın buyruğuna, çekilimlerine boysunmasın, onun aldığı tiz bükmezsin ve onun şeriatinden hüküm talep kılmasın. Fakat ve fakat Allah'ın yaratkucu işkerlikinden ibaret bu süpetine iman etiş bilen çekilinip kalsa, bunun bilen küpayelense, oylap bakayla kıyırındaşlar, bu insanın imanı, ilgili Mekke müşrikleri, Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve ta'ala şu Mekke müşriklerinin sözünü degen. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ular Allah'ını koyup ibadet kılıvatkan, çokunuvatkan heliqi mabutlarını, nime degen ular? Biz bularga fakat bizni Allah subhanahu ve ta'alaga biraz yıkıllaştırışı üçün, ibadet kılımız degen. Bugünkü günümüzde kıyırındaşlar bu fikirlerinin çeçilanğu fikirler, xil nazriyalar kaplap ketken bir dünyada yaşavatımız. İnsan nurgulluğan, anlamagan her xil nazriyani anlaydı, her xil düşünceler bilen yaşaydı etrafında. Hele onundan qo'rqayotgan, hele bunundan ansirayotgan, hele bunundan bir xil narsalarni ya onundan manfaat kutayotgan, ya tama qilayotgan birisi hech kim aziz qilinmaydi, xor qilinmaydi dunyoda Allah subhanahu taoladan boshqa. Yani bir mu'minmi o'zi xohlamagan shaklda, o'zi iroda qilmagan ish ilqi tuyuqsiz ilqi, hiçbir ixtiyorsiz shaklda nurg'unlagan aqidasiga zid amallarga, aqidasiga zid tushunchalar kirib qolgan gap. Şunun için bir insan, bir mümin Allah subhanahu ve ta'ala'nın fakat yaratquchi ismi bilan iman ediş bilan bunun bilan kifoyalanib boshqa isimlar haqida izlanmagan vaqtida, tushunmagan vaqtimizda qanday qilamiz? Bizning iymonimiz ana shu ilgari Allah'ni qo'yib ibodat qilayotgan narsalarni biz bularga faqat bizni Allohga yaqinlashtirishi uchun ibodat qilamiz degan shu mushriklarning shularning iymonidan hech bir ko'p farqlanmasi kerak. Farqlanmaydigan bir iymon bo'lib qolishi kerak. Çünkü nurgulluğan onun bunundan bir narsani ümit qilamiz, onun bunundan qo'lidan ish keldiganda qaraymiz, dunyoni falan pustallarning boshqarayotganligini o'ylab qolamiz. Bu aqidaga butunlay zidki bu ishlar. Qarindoshlar, endi biz bugun muqaddima shaklida oldi bilan biz so'zlaydigan nima desa, Allah subhanahu va taolaninki bu Esmaullahil Husna, bu güzel isimlarninki Allah'ın davetiga davet qilishdagi o'rni zodi nada, ahmiyati nima degan bu mavzuda, bu nuqtada biraz tushuncha berib o'tmoqchi. Birinchisi, yani Allah subhanahu taala insonga bir idrok qilish quvvati, tushunish, idrok qilish, bilish quvvatini ato qildi Allah subhanahu taala.
bu kuch quvvatni ato qilgandan keyin endi bu ato qilgan bu xususiyat bilan inson barliq boshqa maxluqotlardan alohida qildi Alloh subhanahu va taolo bu ne'matni ato qilish bilan. Bu Alloh subhanahu va taolo bizga ato qilgan bu ne'mat bizni nimani talab qildi bizdan? Haqiqatni izlashimizni, haqiqatni talab qilishni taqozo qiladi. Ya'ni insonga bu qudrat, bu xususiyat nima uchun ato qilindi? İdrak qilish, tushunish, tafakkur qilish, aqlini ishiltish bu ne'mat nima uchun berildi? Haqiqatni izlab topsin, haqiqatni o'rgansin, bilsin deb berildi bu narsa. Shuning uchun bir inson bu haqiqat to'g'risida izlanmagicha, va o'zining mavjud bo'lish, dunyodagi mavjud bo'lish siri haqida izlanmagicha va o'zining mushu dunyoda mavjud bo'lish nishoni, g'oyasi haqida izlanmagicha va mushu dunyoda bor bo'lib, mushu dunyo hayotida yashagan muddatcha o'zi qila oladigan eng esil, eng afzal, eng yaxshi amal mumkin bo'ladigan eng yaxshi amalni izlab bu haqda izlanmagicha, buni izlanmay buning sal qarasa inson o'zining insoniylik darajasidan tövanga tushib boshqa bir maxluqotlarning darajasiga tushgan bo'ladi qardoshlar. İnsoniylik darajasidan tövanga tushgan bo'ladi. Ya'ni nurg'unlagan hojatlar bor Alloh subhanahu va taolo inson uchun keraklik bo'lgan. Bu yerda tövan hojatlar bor, yuqori hojatlar bor, muqaddas hojatlar bor. Alloh subhanahu va taolo bizga ato qilgan, bizga bergan bu kuch-quvvatlarning hammasi, bu ne'matlar, bu har xil bizdagi inson nafsida bo'lgan bu g'ariza, bu narsalarning hammasi nima uchun ato qilingan? Shuning hammasining talabiga loyiq ravishda biz uning talabini qondirishimiz kerak. Va biz Alloh subhanahu va taolo bizning bir narsani tomoq yeyish, usash, qo'saq ichish, bu g'ariza, bu nimani bergandan keyin buni biz qondirishimiz kerak. Shundaqla Alloh bizga ato qilgan barliq bizning shahvatlarimizdan tortib hamma narsa bizga berilgan bu xususiyatlarning hammasi uning talabini inson tabiiy qondirish kerak. Alloh bergan narsaning hammasiga uning shu bizdagi berilgan bu narsalarning talabini qaysi yo'lda qondirishimiz, qaysi shaklda qondirishimiz qatorliq barliq yo'llarni nihoyat ochiq ko'rsatib qo'ydi Alloh subhanahu va taolo. O'z shariati bilan halol yo'ldan, to'g'ri yo'ldan qanday qondirishimiz kerakligini tushuntirib qo'ydi. Kimiki bu shaklda to'g'ri yo'lda qondirmasa, nohaq yo'lda qondiradigan gap. Biz, ya'ni demak, bu Alloh subhanahu va taolo ya'ni bu idrok qilish quvvatini bergan ekan, bu idrok qilish quvvati orqali o'zimizning vazifasini, mavjud bo'lishimizdagi sir hikmatlarni bu haqda izlanmasak, bu vaqtda to'liq ma'lumotni, eng to'g'ri sog'lom ma'lumotni mingimizga qochirmasak, bu vaqtda xato fikr, xato tushuncha, xato e'tiqodlar bilan mingimiz to'ladigan gap, qalbimiz buning bilan to'ladigan gap. Shuning uchun o'zining mushu dunyodagi mavjud bo'lish sirini, haqiqatini, g'oyasini, nima uchun dunyoda yashaydiganligi, bu haqda izlangan inson, bu haqda tafakkur qilgan inson, balki u dunyoda o'ziningki mavjud bo'lish, o'zining zotini, o'zining mavjud bo'lish haqiqatini, dunyoda o'zining bir haqiqiy musulmon ekanligini isbotlashga bir oz yaqinlashgan kishilardan bo'lishi mumkin. Ikkinchi mavzu bo'lsa asluddin ma'rifatullah. Dinning asli Allohni tunish. Dinning asli Allohni tunish. Biz yuqorida so'zlab o'tdik. Ya'ni dindagi eng xatarlik, eng zil narsa aqida so'zlab o'tdik. Bu to'g'ri bo'lsa sog'lom bo'ldi, amal buzilsa buzuq bo'ldi. Bu eng muhim masala deb o'tdik. Dunyo va oxiratga yetishlik. Alloh subhanahu va taolo yana innalloha shundoq bir nimbaki innalloha la yaqbalu min qawmin shari'atahum illa iza sahhat aqidatuhum. Alloh subhanahu va taolo bir qavmdan u qavmning hech bir amalini qabul qilmaydi, faqat bir shart bilan. Agar ularning aqidasi sog'lom bo'lsa, aqidasi to'g'ri bo'lsa, undan qabul qiladi dedi. Va biz Allohni tunishdik. Ya'ni Alloh subhanahu va taolani tunishning, bilishning fazli, ya'ni fadlu ma'rifatillah ala ma'rifati xalqihi ka fadlillahi ala xalqihi. Alloh subhanahu va taolani tunish, bilishning fazilati, Allohni tunish va bilish bilan
Allah'ның məxluqatlarını bilişinin o'ttirsidagi farq, fazilat xuddi Allah bilan məxluqatlar o'ttirsidagi farqdek cho'ng farq bor edi. Allah'ның məxluqatlari bilan Allah'dek cho'ng farq bor. Fazilat jihati shundoq ortiq deydi. Allah'ni tunish bilan Allah'ның məxluqatlarini tunish o'ttirsidagi farq qarindoshlar. Qanchalik cho'ng musobaqa bor bu yerda qarindoshlar, o'ylab boqaylik. Qarindoshlar, Shahr ibn Havshab radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar alayhissalom shunday dedi: "Fadlu kalamillahi ala kalami xalqihi ka fadlillahi ala xalqihi." Allah subhanahu va taolaning so'zlari bilan, ya'ni Allohning so'zlarining boshqa maxluqotlarni, Allohning maxluqotlarining so'zlariga nisbatan bu ikkisining o'rtasidagi farq, fazilat xuddi Allah bilan maxluqotlari o'rtasidagi fazilat ortiqchilikdek aynan fazilat bor dedi. Allah subhanahu va taolaning so'zlarining fazilati. Ya'ni bundan biz nima olamiz? Fadlu ma'rifatillahi ala ma'rifati xalqihi ka fadlillahi ala xalqihi degan ma'lumotni olamiz. Shuning uchun ma min ma'rifatin ta'lu ala an na'rifalloha azza va jall. Hech qanday bir ma'rifat dunyoda, har qanday bir ma'lumot, tunish, ilm bu Allah subhanahu va taolani tunishimiz, Allohni bilishimizdan iborat. Bu ma'lumot, bu ilmning ustiga hargiz va hargiz chiqolmaydi. Shuning uchun hadis qudusda Ibn Adam asarda shunday kelganki, Ibn Adam utlubni tajidni fa iza wajadtani wajadta kullu shay wa in fittuka fataka kullu shay. Ibn Adam, Adam o'g'li meni talab qilgan. Meni topsan. Men talab qilgan, men topsan. Agar meni topsang, hamma narsani topgan bo'lsan, hamma narsaga erishgan bo'lsan, meni yo'qotib qo'ysang, hamma narsadan ayrilgan bo'lsan, hamma narsani yo'qotgan bo'lsan dedi. Qarindoshlar, biz bir misolni keltiraylik. Biz hozir yuqorida ilmdan ortiq, ya'ni Allohni tunishdan ortiq ma'lumot, bir insonning Allohni tunish, Allohni bilish ne'mati ato qilingandan ortiq cho'ng bir ne'mat bu ma'rifatning ustiga, bu ilmning ustiga o'tadigan bir ma'lumot yo'q dedi. Bir misol keltiraylik. Agarda shuni tasavvur qilaylik. Bir kichik bir bola, 5-6 yoshlik, 7-8 yoshlik bir bola agarda mening noiti buyuk bir mablag'im bor, katta mablag'im bor, cho'ng mablag'im bor desa, biz shu bolaning ig'izdan chiqayotgan shu qattiq cho'ng bakjiq pulim bor, jiq mablag'im bor degan shu mablag'ni qanchalik taxmin qilamiz? Sanbamidi bu yerda faqat buyuk mablag'im bor dedi, noit cho'ng mablag'im bor dedi. Kichik bola ammo. Biz buni qanchalik taxmin qilamiz? 100 so'm, 200 so'm, 300 so'm. Ya shunchalik taxmin qilamiz hamda. Chunki kichik bir boladan anglayapmiz bu so'zni. Ammo mush so'zning o'zini buyuk mablag', katta mablag' degan so'zning o'zini yana bir davlatningki ministeri yoki cho'ng bir raislardan birisi qo'yib, biz masalan palani mundaq ish uchun yoki bir urush uchun noiti buyuk bir mablag' hozirladik desa, biz buni qanchalik taxmin qilamiz? Biz eng az bo'lganda buni necha milliardlab noit yuqori eg'izimizga patmaydigan son bilan taxmin qilamiz hamda. O'xshash so'z bilan noit buyuk mablag' degan so'z bir insonning, bir kichik bolaning eg'izidan chiqdi, ma'lum bir taxminiy bir son bilan taxmin qildik. 200-300 so'm balkim. Yana bir insonning eg'izidan chiqdi, buni necha milliard holatda taxmin qildik. Xo'sh, agarda mushu buyuk degan, katta degan bir so'z olamlarning yaratquchisi, osmon zaminning yaratquchisi bo'lgan Alloh subhanahu va taoladan chiqsa, buni qanchalik taxmin qilamiz? Alloh Qur'oni Karimda va allamaka ma lam takun ta'lam va kana fadlullohi alayka azima. Allah subhanahu va taala sana sen bilmagan narsalarni o'rgatdi dedi Allah subhanahu taala. Sen bilmagan narsalarni o'rgatdi, bildirdi sana. Allohning sana fazli marhamati, fazli nihoyatda buyuk, nihoyatda cho'ngdir dedi. Nihoyatda cho'ngdir. Ya'ni bu ilm, ma'rifat Allohning fazli, sen bilmagan narsani bildirdi. Ya'ni Allah subhanahu va taala haqida
Allah özü haqqida, o'zining ma'rifatini, o'zining shu ismlarini tunish ne'matini bizga ato qilsa, ato qilgani, ya'ni bu nima bo'lsa, ajoyib cho'ng, buyuk bir fazl rahmat bu deydi Alloh subhanahu va taolo. Rabbimizning ismlarini, ism sifatlarini bilishimiz, bu ne'matni agar Alloh subhanahu va taolo bizga nasib qilib bilalasak, bu ne'matga erishalasak, bizdan baxtlik, bizdan katta bir inson bo'lmaydi, qarindoshlar. Nihayet Allah'ның sana bo'lgan fazli büyüktür de, nihayet çoğundur deydi. Ve kana fadlullahi aleyke azima. Allah azim, nihayet katta deb sifatildi bu nimetini. Bu bir şunun için bu ilim mertebesinden artıq turduğan, ilim mertebesinden yuqori turduğan hiç qandaq bir malumat, hiç qandaq bir ilim dünyada yok qarindoshlar. Yok. Alimlar shunday deydi ki: "Va iza aradta dunya fa alayka bil ilm, va iza aradta al akhirata fa alayka bil ilm, va iza aradtahuma ma'an fa alayka bil ilm." Agar dunyoni iroda qilsang, agar dunyoni xohlasang, sen ilmni lozim tutqin. Ilmni lozim tutishing kerak. Ilmga yuzlanishing kerak. Agar oxiratni iroda qilsang, yanada ilmni lozim tutqin dedi. Yanada ilmni. Agar her ikkilisini iroda qilsang, yanada ilmni lozim tutqin. Sana ilm kerak dedi. Sana ilm kerak. Shuning uchun al-ilmu la yu'tika ba'dahu illa idza a'taytahu kullak. Wa idza a'taytahu ba'daka lam yu'tika shay'an wa yadhallu al-mar'u 'aliman ma talaba al-'ilm fa idza dhanna annahu qad 'alima faqad jahil. İlim sana özünün bazı bir kısımlarını eğer sen ilimge bütün vücudunu vermesen, bütün vücudunu, barlığını ata kılsan, ilim sana bazı bir kısımlarını sana ata kıldı. Bazı bir kısımlarını berdi o ilim. Eğer de sen onunla bazı vaktini çıkan vaktida, bekar kalgan vaktida, için puşup kalgan vaktida, bunda iç puşup halette, xiyalını kep kalgan vaktida ilimge özünü şu vaktida versen, ilim sana hiçbir nersesini vermeydi. Hiçbir yerini tutkuzmaydı o ilimdeydi. İnsan ilim talep kılgan müddetçe alim hesaplanıdı. İlim talep kılgan müddetçe, öğrengen müddetçe, talep kılgan müddetçe alim hesaplanıdı. Kaçaniki o insan, ben bir nersini bilip buldu, ben hazır alim buldu, ben püttüm diyen hemen o insan cahillikning darvosiga kirgan bo'ldi. Jaholat darvosiga kirgan bo'ldi. Endi bu munosabat bilan shuni eslatib o'tamizki, ilm talab qiluvchi, haqiqiy ilm talab qiluvchi qanday qildi? Oxiratni dunyodan ortiq ko'rdi. Barliq talab qilgan ilmlarda oxiratni ortiq ko'rdi dunyodan. Hech bir dunyoda bir narsani qo'lga keltirman deb buni orzu qilmaydi, buni talab qilmaydi. Buni qanday qildi? Har ikki dunyo va oxiratni qo'lga keltirdi. Bu yaxshi niyati, bu taqvodorlik bilan har ikki dunyoni g'alaba qiladi. Ammo jahil bo'lsa qanday qiladi? Dunyoni orzu qildi, dunyoni umid qiladi ilm bilan, shuning bilan qanday qildi? Har ikkilisidan ziyon tortadi. Har ikkilisidan ziyon tortadi. Qarindoshlar, yana bir muhim nuqta, intan inchki bo'lgan nuqta nima bo'lsa, buyruq qilg'uchini, buyruq yo'l yo'riqni tunishdan burun tunishimiz kerak. Buyruq qilg'uchini. Bizga yo'l yo'riq berguvchi, buyruq qilg'uchi Alloh subhanahu va taoloni uning ma'lumot yo'l yo'riqlarini tunishdan burun tunishimiz kerak. Intayin inchki nuqta bu qarindoshlar. Yani bizningki Alloh subhanahu va taoloning buyruq cheklimlarini halol harom bizga masalan ma'ni qil, qilma, harom, halol, mubah, sunnat u bu degan nurg'ulg'an ma'lumotlarni bilishimiz mumkin. Nurg'ulg'an kitoblarni yodda edib etgan bo'lishimiz mumkin. Yo'l yo'riq, ma'lumot, cheklima u bu to'g'risida. Nurg'ul ma'lumotlarga ega bo'lgan bo'lishimiz mumkin. Lekin shu bir haqiqat esimizda bo'lishi kerakki, shu nuqta nihoyatda inchki esimizda bo'lishi kerakki, agar inson buyruq qilg'uchini oldi bilan tunisa, kim yo'l yo'riq beryapti? Buyruq berguvchi kim? Buyruq qilg'uchini oldi bilan tunib, uning kaynidan buyruq, yo'l yo'riq cheklamalarni ikkinchi qatim tunisa, bu vaqtda qanday qildi u inson? Buyruq qilg'uchini haqiqiy ravishda tunig'anligi uchun shu yo'l yo'riq, buyruq cheklamalarni ijro qilish, ado qilish yo'lida butun narsani pido qiladi. Jenini men pido qiladi. Bu buyruq qilg'uchini tunib bo'lgandan keyin uning kayinda uning yo'l yo'riqi, buyruqini tunisa, butun hayotini pido qiladi unga.
Shuni ijro qilish yo'lida butun vujudi bilan, butun ixlosi bilan qila oladi. Agarda dal aksicha bo'lsa, nurg'un ma'lumot, nurg'un cheklama bu yo'l yo'riqlarni tunib, buyruq qilg'uchini haqiqiy ravishda tunimiz uchun, haqiqiy ravishda tushunimiz uchun kim ekanligini. Bugungi kundagi islom biz Uyg'ur musulmonlari shuning ichida bo'lish bilan birga butkul islom dunyosining masalasi eng cho'ng birinchi darajalik masalasi nima deganda, ular bizdan tatib qanday qiliq desa, nurg'unlagan buyurul halol haram, vojib, farz, sunnat bu nurg'unlagan ishlarni yo'l yo'riq ta'limotlarni biliklik, ta'limotlarni anglaqlik, lekin bu ta'limot yo'l yo'riqni berayotgan olamlarning Robbi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo haqqi, Alloh subhanahu va taoloni bo'lsa, haqiqiy ravishda bizdan talab qilingan ravishda tunimoqlik. Tunimag'andan keyin qanday bo'lsa, shu buyruqlarni ijro qilishda har xil yo'l izlab, yuchiq izlab, mushu buyruq yo'l yo'riqlarni qanday qilsam shuni qutulaman, qanday qilsam bir amal qilib o'tkazib o'taman shunda har xil fan usul ishlatib ketaman. Har xil usullar bilan qechishga tirishadi. Buyruq qiluvchini tunmagan inson. Shuning uchun intayin muhim nuqtaki, qaynashab biz misol keltirish to'g'risida o'ylab boqaylik, sahobalar shunchalik oz edi. Aşıncılık az turib sahabiler, bu sahabilerninki bütün bayrakları dünyanın dört tarafının hemmesiga yetib beraqliq. Nima uchun? Çünkü ular Allah'ın haqiqiy tuniyalaqliq, haqiqiy biliklik Allah subhanahu wa ta'ala. Haqiqiy biliklik. Amma biz faqat Allah'ın buyruq cheklimalarini bilish bilan kifoyalanib, bizni shu Rabbimizning yo'l yo'riqlarini ijro qilishga bizni haydakchilik qildigan, bizga bir kuch-quvvat bo'ldigan, bizga turtki bo'ladigan shu amalni qilish, ijro qilishga turtki bo'ladigan Rabbimizni haqiqiy ravishda bizdan talab qilgan shaklda tuniyolmaganligimiz uchun qanday qilgan? Bugungi butkul islom dunyosining ahvoli zaminda izbosar emas, zaminda kuchlik emas, aciz o'rinda, boshqalarga bo'zaq xotirjam emas, bo'zaq qilingan nurg'un shaklda musibatlarni tortib o'tamiz. Allah subhanahu va taolo bo'lsa Qur'oni Karimda nima deydi? Wa'adallohu allazina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Allah subhanahu va taolo sizlarning ishinglardagi iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga ulardan burun o'tgan kishilarni zaminda qanday hukmron qilgan bo'lsa, zaminda qanday hukmron qilgan bo'lsa, ularni cho'qim hukmron qildiganligini va'da qildi. Ularni cho'qim hukmron qilishni. Va shundaqla ular uchun Alloh rozi bo'lib tanlagan dinini cho'qim mustahkam qilib beradiganligini va'da qildi dedi. Allohning va'dasi bu qarindishim. Ben neydi? Oyatning oxirida va ularning qo'rqinchisini amillikka, xotirjamlikka almashtirib beradiganligini va'da qildi. Allohning va'dasi bu. Nima deydi Alloh? Ya'budunani. Ular menga ibodat qildi dedi. Menga ibodat qildi. La yushrikuna bi shay'a. Menga hech narsani shirk keltirmaydi. Menga hech narsani shirk qilmaydi. Faqat men tarafga yuzlandi. Ularning orzu qildigan, yuzlandigan, tivinadigan, so'raydigan tarafi faqat menlan bo'laman. Menlan bo'laman dedi. Allohning va'dasi bu. Xo'sh, musulmonlarning ahvoli nima? Ahvolimiz nima? Realligimiz nima? Ochiq realligimiz qarab boqaylik. Biz zaminda yo hukmron emas, yo dinimiz mustahkam o'rinda emas, yo bo'lmasa xotirjam emas, qo'rqib yurimiz. Nima uchun dunyodagi musulmonlarning ahvoli bu shaklga kelib qoldi? Nima uchun davomli bu top bizning vartarimizga kirib ketishlik holatga kelib qoldi? Chunki Allah nima deydi? Sura Maryamda fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'ush shahawat fasawfa yalqawna ghayya.
Sebep nima deganda Rabbimiz aytdiki, ana shu ilgirki ana shundaq sahoba, ana shundaq mu'minlar ketgandan keyin haqiqiy Allohning va'dasiga loyiq bo'lgan o mu'minlar ketgandan keyin ularning o'rnini bosgan, o'rin bosar, iz bosar kelganlar qanday qiliqliq? Ado'us salat, namozni zayo qiliqliq, namozni tark etishlik, nafsiy xohishlariga agashdi ular dedi Alloh subhanahu taolo. Ular bu gumrohlikni, bu osiyligining jazosini tortidi deb shuning uchun tortyapmiz. Shuning uchun bu farq o'tirimizdagi farq shu. Ilgirki sahobalar bilan bizning o'tirimizdagi farq bu qarindoshlar. Bu. Ular Alloh subhanahu va taolani tunigan, Allohning dinini tatbiqlagan hayotida va shuning bilan nima ish qilgan? Allohning qilgan va'dasiga loyiq bo'lib, Alloh subhanahu va taolo ularga o'zining va'dasini amalga oshirib bergan. Ya Allah subhanahu va taolaning va'dasi mu'minlarga va'da qilib, u va'dasini amalga oshirmay qilishi, butkul koinotning zavol bo'lib, vayron bo'lib ketishi, Allohning bir va'dasini mu'minlarga qilgan bir va'dasini amalga oshirmay qilishidan bakrak koinotning zavol bo'lib, vayron bo'lib ketishi Allohga yenikroq tuyuldi qarindishim. Yenikroq tuyuldi Allohga. Allah va'dasiga xiloflik qilishi mumkin emas. Allah bizga va'dani qilib qo'ydi. Qachoniki mu'minlar, qachoniki biz Allohning va'dasiga loyiq mu'min bo'la oladi ekanmiz, loyiq kishilardan bo'la oladi ekanmiz, Allohning va'dasi bizni saqlab turibdi. Allohning va'dasi saqlab turibdi. Yana qarindoshlar, ilm mavzusi, ilm sohasi nihoyatda kengri bir keng doiradagi nimadan o'z ichiga olgan bir soha bu. Shuning uchun ulamolar ilmlar xil doiralarga bir mesela ilm Allohning mahluqotlariga aloqador bo'lgan ilm bor. Masalan bu Allohning mahluqotlariga oid bo'lgan ilm degan xiyolimizga nurg'un narsani keltirishimiz mumkin. Ya'ni ilm degan mesela ilm nimani tadqiq qildi desak oldi bilan ilm degan mavjud bo'lgan bir narsa, oldimizda bor bo'lgan bir narsani tadqiq qiladi. Şu haqda munozara elib bordi, shu haqda bilimni taraqqiy qildi, shuni tadqiq qildi. Masalan, mush koinotdagi nurg'un narsalarni misol qilishimiz mumkin. Masalan, dunyoda nurg'unlagan osmonda nurg'un falak, osmon jismlarining nurg'un millionlagan, milliardlagan nurg'un bu zavohir, bu tashqi ko'rinishlar mavjud. Falak ilmi yana falakshunoslik ilmlari nima uchun? Bu mushu narsani tekshirib tadqiq qilish uchun falak ilmi, falakshunoslik ilmi maydonga kerakli. Ximiyalik narsalar bor, ximiya ilmi maydonga kerakli. Nurg'unlagan insonning nafsiga aloqador bo'lgan, insonning psixologiyasiga aloqador bo'lgan nurg'unlagan narsalar bor. Buni tadqiq qilish uchun ulamolar psixolog ilmi maydonga kerakli. Ya'ni buning tadqiq qilish nuqtasi psixologiya jihatdan insonning barliq narsalarini tekshiradi. Jamiyatda inson yashayotgan jamiyatda nurg'unlagan har xil ishlar bo'ldi. Shuning uchun bu yerda masalan ilmul ijtimo deydigan mesela jamiyatshunoslik ilmi bu shaklda buni maxsus tafsiliy tadqiq qiladigan bu ilmlar maydonga kerak. Bor bo'lgan bir narsani ilm degan nima deganda mavjud bor bo'lgan atrofimizda bor bo'lgan bir narsani tadqiq qiladigan, tekshiradigan, shu masala haqida izlanadigan, uning nurg'unlagan shu yashayotgan shu jamiyat, shu reallikka uyg'un keladigan va uning dalil isboti bo'lgan narsani ilm deymiz masalan. Allohning mahluqotlariga aloqador bo'lgan, ya'ni Allohning mahluqotlariga aloqador bo'lgan ilmni tekshirish, tadqiq qilish, taraqqiy qildirish bu butkul dunyodagi universitetlarningki sohasi, universitetlarning sohasi. Dunyodagi har qanday bir universitetga bormayli, dunyoning naridagi u universitetning ichidagi nurg'un fakultetlarda nurg'unlagan fanlar bor. Tibbiy demsiz, ximiya demsiz, doğrugarlik fakültesi, injenerlik fakültesi, yani nurg'unlagan sohalar bor. Yani barliq universitetlarda shunga o'xshash fakultetlarda dunyo Allohning mahluqotlariga aloqador bo'lgan ilmni tadqiq qiladi. Bu haqda munozara yurgizdi, bu haqda ilm o'rganadi. Xo'sh, endi bu Alloh subhanahu va taolaning mahluqotlariga oid bo'lgan ilm nima bu deganda bu dunyoning isloh tepishi, dunyoning taraqqiy qilishining asosi. Allohning mahluqotlariga oid bo'lgan ilmni o'rganish, buni taraqqiy qildirish, buni yetishtirish, mushu dunyo hayotining, dunyoning taraqqiy qilishi, dunyoning isloh tepishi uchun asos bu. Asos. Musulmonlarga buni o'rganish, bu ilmlarni o'rganish
fariz kifoya. Musulmonlarga bu ilmlarni o'rganish fariz kifoya. Ya'ni musulmonlar chunki boshqa din düşmanları başka kişilerin keyinde qalsa, aciz qalsa bo'lmaydi. Dunyoviy ilmlarni o'rganib, shu yetarlik musulmonlarning ichidagi bir turkum insonlarningki, yani shu jamiyatga yetadigan, yani yetarlik bo'lgan bir insonlarning har qaysi dunyo ilmlarida, yani fan ilmlari desak ham bo'ladi degan, bu ilmlarda yetishib chiqishi, har soha yetishib chiqishi fariz kifoya ularga nisbatan shu bir jamiyatdan ma'lum kishilar yetishib chiqsa, boshqa butun musulmonlarningki gadinidan, ya'ni u ustidan saqit bo'lgan gap o'lqi farizlik nimasi. Har bir musulmonning, hamma odamning, ya'ni dunyoviy ilmlarning hammasini o'rganishi shart emas. Ya'ni ma'lum darajadagi insonlarning yetishib chiqishi bilan boshqalarning ustidan saqit bo'ladi. Bu hamda yuqorida deganimizdek Allah'ın mahluqatlari bilan bo'lgan, mahluqatlarga oid bo'lgan, doir bo'lgan ilmlarni o'rganish dunyoning islohininki, taraqqi tepishininki, isloh bo'lishininki asosiy taqozosi, asosidir. Xo'sh, endi Allohning buyrug'i bilan aloqador bo'lgan ilmchi, Allohning yo'l yo'riq cheklama buyruqlariga aloqador bo'lgan ilmchi degan vaqtda bu aslun fil ibada. Yani Allah'ın buyruq cheklimlariga aloqador bo'lgan ilm ibodatdagi asos, ibodatdagi asos. Allah va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men inson bilan jinni menga ibodat qilish uchun yaratdim dedi. Yani Allah'ın buyruq cheklimlarini bilmay kim ibodat qila olsin? Yani Allah'ın buyruq cheklimlarini bilmasak qanday namoz o'qiy olamiz? Qanday zakat bera olamiz? Qanday ro'za tuta olamiz? Yani bu ibodatdagi asos Allah'ın buyruq cheklimlarini bilish kerak ham. Bu ibodatdagi asos. Xo'sh, ibodat degan nima? Ibodatni bir tunishtirsak, endi ibodat noyasi keng doirasiga birozdan keyin inshaalloh so'zlaymiz. Ya'ni keng doiraga bo'lingan bir noyatil doirasi intayin xuddi ko'pincha musulmonlarimiz o'ylayotgandek, tushunadigandak faqat namoz, ro'za, haj degandek noyati oddiy, qisqa bir tor bir doirani o'z ichiga olmaydi. Noyati keng bir doira. İbadet şundaq bir narsaki, o insanның qalbidan muhabbet urg'ub chiqqan, muhabbet aralashib ketgan holatda ixtiyoriy holatda qilingan itoat, ixtiyoriy qilingan bir amal. Va shundaqla bu amali qilayotgan shu amaliga shu haqiqiy ishonchlik, keskin dalillar ustiga qurilgan, keskin asos, mustahkam dalil ustiga qurilgan bu şekilde onun kendi delil üstüge kurulup, onun kendi bu insan onu herkes mecburi yaktırmagan halette emas, kalbiden muhabbet urgup durgan halette, kalbi yayırgan halette, ihtiyarlık bilen kılınan ibadet o insanı dünya